Men bugungi ko'taradigan masala eng zarur deb esepteyim. Bardığımızga belgili bo'lganday Bishkek Osh yo'li O'zgon shahrining o'rtasidan o'tib atadi. O'sha yo'lda o'tuvda avtotig'inlar bo'lib o'tadi. Shunday ele O'zgon shahrining bir to'p shartlarni yaratadi. Endi bizga aytib kelgan aylanma yo'l bo'yicha bir qanchadan beri aytılib atadi. Biroq bugungi kunda budjetda ақша қаражат жетіспестіктен bu masala chechilmay turadi. Biroq men aytayın deganim, mana Ashirbek Boydonovich sizga qattiqdan qayrilganman. Shu masalani az bo'lsa da chechilgan bir yo'li bor edi. Al o'sha Manas ko'chasidan parallel bo'lgan ko'p qavatli uylar arasida o'tgan Xlapkovskiy ko'chasi bugungi kunda respublikanskiy Mintras orqali budjetga kirgizib kapital salımlarga. Bolğonu 450 metr yol. Al masaleni ayağa çıkpay, men şu iyul ayında hakimden, öşerde jergilikli birlikten, öşerde jeke işkerler bilen, bazar diyeler bilen, sanipsasiya jetekçisi bilen süйлöşüp, bugün qo'mchilikka, bugün o'sha yol zarılçılığını aytgan elem. O'sha masala chechiladi degan, chechiladi deb aytilgan, biroq bugun kunga chayin o'sha masala chechilgan yo'q. O'sha 200 metr yo'lini asfalti qilinib qolgan yer turadi. O'sha bozorda yesi, şöyle ayrim jetekçilerde şu ma'ni bermay qaralgan esende şu masala chechilib etadi. Bugungi kunda siz maga bergan javobda o'sha jergilikli birlik esherdagi bozor egalari, yer egalari bunday süйлöşüler bo'lib atadi degan javobni olganman. Biroq yer kodeksdagi bor mamlakat uchun o'sha jergilikli el uchun kerak bo'lgan yerlarni almashtirib, o'sha boshqa yerni berib turib, o'sha yerdan yo'l chiqarish zarur. O'sha yo'l agar salinib qolgan ele, salinib qolsa, o'sha Bishkek Osh yo'lidagi avtotig'inlarni ozgina bo'lsa ham azaytadi. O'shundaylar parkovka masalasi chechiladi. Bugungi kunda hukumat o'zi kirishmasa bu masalaga. Men jergilikli birlikka aytib, o'sha charchadim bu masalani. Hukumat kirishib shu masalani chechish bo'yicha menga shuni chechib bersin. Men shundan so'ranib ketaman sizdan. Rahmat.